Ichimlik suvi uchun aniq hisob-kitob asosida to'lovlar amalga oshirilishi iste'molchi va ta'minotchi o'rtasidagi munosabatlarni mustahkamlaydi hamda ta'minotda uzilishlarning oldini olishga yordam beradi. To'lovlar ikki usulda hisoblanadi. Birinchisi kishi boshiga belgilangan tarif. Ikkinchisi esa suv hisoblagich orqali aniq iste'mol hajmi. Agar xonadonda suv hisoblagich o'rnatilmagan bo'lsa, bir kishi uchun oyiga 10,5 metr kub suv iste'moli me'yori belgilangan. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2013-yil 6-noyabrdagi 300-sonli qaroriga asosan suv hisoblash uskunasi o'rnatilmagan xonadonlarga to'lovlar uchun 1,5 baravar koeffitsient qo'llanadi. Natijada bir kishi uchun jami 115.248 so'm to'lov amalga oshiriladi. Agar oilada 5 kishi bo'lsa, oylik to'lov miqdori 576.240 so'mni tashkil etadi. Endi esa suv hisoblagich o'rnatilganda qancha mablag' tejash mumkinligini ko'rib chiqamiz. 5 kishilik oila bir oyda o'rtacha 15 metr kub suv ishlatsa, umumiy to'lov 131.040 so'mni tashkil etadi. Ko'rinib turibdiki, xonadonga suv hisoblagich o'rnatilgan taqdirda oila byudjetidan 445.200 so'm tejab qolinadi. Suv hisoblagich nafaqat oila byudjetiga foyda keltiradi, balki suv resurslarini tejashga ham xizmat qiladi. Suvni tejash kelajakni o'ylashdir.